Men Maryam asari ikkinchi qism. Sifatli urug' o'ziga mos tuproq topolmasa chiriydi. Bolalar ham dunyoga qanchalik katta iqtidor bilan kelmasin, agar o'qib o'rganmasa, barchasi besamar ketadi. Maktabda o'qish imkoni bo'lsa-da, munosib ta'lim muhitini topolmagan bolalar, darslardan ko'ngli to'lmagan, darsdan qochgan, noto'g'ri yo'llarga kirib ketayotgan yoshlar, uydan qochishni najot deb o'ylaydigan o'smirlar, bolalarning ortidan quvib, ularga ta'lim berish uchun kurashayotgan ustozlar, jaholatdan, zulmdan va faqirlikdan qanday qutulishni bilmaydigan ota-onalar, insonning himoya qiladigan hech kimi bo'lmasa, shamolga tutilgan quruq yaproq kabi bir o'ngga, bir chapga sovuriladi. Ovozini eshitira olganlar shu qadar qiynalayotgan bo'lsa, kim biladi, ovozini chiqara olmayotganlar qancha azobni boshdan kechirayotgan ekan. Jamiyatdagi barcha muassasalar, ayniqsa Xalq ta'limi vazirligi imkon qadar ko'proq odamlarga yordam qo'lini cho'zishi va yanada ko'proq nihollar unib chiqishiga hissa qo'shishi kerak deb o'ylayman. Qo'shiq tugagach, jonli efirga universitet talabasi bo'lmish bir qiz ulandi. Yuragiga sig'magan his-tuyg'ularini telefon orqali izhor qilgandan so'ng menga savol berdi. Alishan og'a, o'qigan maktublaringizdagi qiymatga o'xshagan insonlar bilan aloqa o'rnatish uchun yana nimalar qilish mumkin deb o'ylaysiz? Xat yoza olmaydigan, yozsa ham jo'natish imkoniga ega bo'lmagan, urf-odatlar va eskilik sarqitlarining og'ir bosimi ortida ingrashiga qaramay, uni chiqara olmaydigan insonlar uchun ham biror chora bormi? O'rinli savol uchun yosh qizga minnatdorlik bildirdim. Dastur davomida tinglovchilar bilan suhbatlashar ekanman, miyamning orqa fonida talaba qizning savoliga javob izlardim. Efir yakuniga kelib, xayolimga kelgan yechimlardan birini baham ko'rdim. Qadrli tinglovchilarim, orangizda balki xat yoza olmaydigan yoki yozsa ham yubora olmaydiganlar bo'lishi mumkin. Hozir ular uchun o'zimning shaxsiy telefon raqamimni qoldiraman. Aytishni xohlagan, lekin hech kimga aytolmagan dil so'zlaringizni, yechim izlayotgan muammolaringizni, orzularingizni, boshdan kechirayotgan qiyinchilik va dardlaringizni o'rtoqlashishni istasangiz, men bergan raqamga xabar yuboring. Men sizni eshitishni va tushunishni xohlayman. Demak, kechinmalari bilan bo'lishishni istaganlar bemalol quyida qoldirilgan raqamga yozinglar. Dastur tugaganda qor ancha sekinlashgan, bo'ron tinib, havoning avzoyi ochilgan edi. Yangi kelgan 12 ta xatni olib studiyadan chiqdim. Telefonimga kelayotgan xabarlarning keti uzilmas edi. Hammasini kelgan tartibda birin-ketin o'qiy boshladim. Xabarlardan biri hayratimni oshirdi. Yo'l bo'yi uni bir necha marta o'qib chiqdim va o'z-o'zimga ming'irladim. Endi nimasi bu? Hammasi o'sha hayajonli xabardan boshlandi. Uyga kelganimda eshikni Suhalim ochdi. Meni mahkam bag'riga bosganidan so'ng hayajon bilan gapira boshladi. Otajon, bugungi dasturdan juda ta'sirlandim. U yerda siz Qimitning maktubini o'qir ekansiz. Men bu yerda ko'z yoshlarimni tiya olmadim. Qanchalar bebaho ne'matlar ichida yashayotganimizni yana bir bor angladim va bizga berilgan imkoniyatlar uchun Yaratganga qayta va qayta shukronalar aytdim. Men Qimat bilan bog'lanishni, u bilan yaqindan tanishib, do'stlashishni xohlayman. Birga ularning uyiga borsak, nima deysiz? Shirnakkami? Ha, nima bo'lmaydimi? Qara, bu yerda seni qiziqtiradigan yana bir xabar bor. Suhal xabarni o'qir ekan, avval ko'zlarini hayratdan katta-katta ochdi, keyin esa yig'lay boshladi. Qizimning yonoqlaridagi dumalayotgan marjonlarni artdim. Dunyoda nimalar bo'layotgan ekan, u bizning xabarimiz yo'q ekan, dedi Suhal va yosh boladek yig'lamsirab pinjimga suqildi. Boshini bag'rimga bosib, sochlarini siladim. Bir muddat shu alfozda turgandan so'ng indamay xonasiga ketdi. Telefonimga kelayotgan xabarlar kun bo'yi tinmadi. Har bir yangi xabarni o'qiganim sari churq etmay yashayotgan insonlarning boshidan kechirayotgan iztiroblaridan boxabar bo'lardim. Noma yozayotgan har bir inson go'yo olamimda yangi eshik ochayotgan va dunyoqarashimni kengaytirayotgan bo'lardi. Men hammasidan ham Maryamdan keladigan
Nomalarni intiqlik bilan kutardim. Radiodagi dasturdan keyin orqama-orqa kelayotgan xabarlar kechki soatlarda kamaya boshladi. Kechki ovqatdan keyin kelgan SMS xabar Zuhalni hayajonga solgani ko'rinib turardi. Chunki u telefonga mendan oldin yugurdi. Telefonni qo'liga olgan zahoti xabarni o'qiy boshladi. Alisher og'a, menga yordam berasizmi? Jaholatning tubsiz zulmatidan chiqishim uchun qo'limdan tutasizmi? Mening orzularim tomon eltasizmi? Yoki men ham qishlog'imizning boshqa qizlari kabi o'z taqdirim hukmiga tashlab ketasizmi? Otam uyda yo'qligida tezroq menga javob bera qoling. Bu men, Maryamman. Xabarni ma'yus ko'zlari bilan bir nafasda o'qib chiqqan Zuhal telefonga menga uzatib, hayajon bilan so'radi. Biror nima qilaylik, otajon, zudlik bilan Maryamga yordam beraylik. Oldin ham shunga o'xshash ko'plab xabarlar va nomalar olgan edim. Biroz o'ylangach, javob berdim. Avval yaqindan taniylik, qizim. Ko'raylikchi, kim ekan? Nimalarni boshdan kechirayotgan ekan? Bilaylik, vaziyatni o'rganaylik. Keyin nima qilishni hal qilamiz. Telefonni qo'limga oldim va xabarga javob yoza boshladim. Salom, Maryam. Har qanday xavf va qiyinchiliklarga qaramay, o'qishni xohlayotganingdan juda ta'sirlandim. Albatta, men senga yordam berishni xohlayman. Avvalo, o'zing haqingda batafsil yozishingni istardim. Qanday sharoitda yashaysan? Orzularing va maqsadlaring qanday? Menga o'zing, qishlog'ing, oilang va u yerda sodir bo'layotgan voqealar haqida batafsil yoza olasanmi? Sendan uzun noma kutib qolaman. Hurmat bilan, Aisha. Hammamiz oilaviy, ayniqsa Zuhal qiziqish bilan kuta boshladik. Qiziq, Maryam maktub yoza olarmikan? Agar yoza olsa, qachon yuborishi mumkin? Universitet imtihonlariga tayyorgarlik ko'rayotgan qizim Zuhal Qiymatning maktubi va Maryamning xabaridan juda ta'sirlandi. Qizimning qo'llaridan tutdim va yuragimdan chiqayotgan otalik mehr bilan ko'zlariga qaradim. Psixolog bo'lishga qaror qilganingdan xursandman, qizim. Bu kasbing bilan kelajakda yurtimizning har bir burchagida o'qishga intilayotgan qanchadan-qancha bolalarga yordam berasan. Ovozini hech kim eshitmaydigan yoki qo'llarini tutadigan odam yo'qligidan aziyat chekayotgan va o'zini kashf etolmay hayot charxi orasida ezilgan qancha yoshlarning qo'lidan tutasan. Necha yosh qizlarni zo'rlab turmushga berishlariga monelik qilasan. Qochib qutulish yo'lini topolmagani uchun quldek hayot kechirayotgan qancha odamlarning baxtiga hissa qo'shasan. Chorasizlik ichra bu dunyoni tashlab ketmoqchi bo'lgan qancha yosh nihollarni qutqarishda vositachi bo'lasan. Sen ular bilan tanishib, do'stlashasan va qo'llaridan ushlab, o'zlari tanlagan o'quv dargohlariga borishlariga ko'maklashasan. Ularni yuraging bilan tinglab, yechim topishga harakat qilasan. Tushunilishni kutayotgan ko'plab insonlarni ayblamasdan, so'roqlamasdan, tanqid qilmasdan va hech qanaqasiga qoralamasdan eshitasan. Yarim tundan keyin uxlashga yotdim. Qiymat va Maryam kabi bolalarning qanday muhitda yashayotganini tasavvur qilishga harakat qildim. Ikkingizni ham qo'lingizdan tutaman. Zulmatdan chiqishingizga yordam beraman. Xudo xohlasa, bitiruv marosimlaringizga ham qatnashaman, deb shivirlagancha tanamni o'ziga chorlayotgan uyqu quchog'iga otdim. 15 yil avval janubi-sharqiy Anadolu mintaqasidagi bir qishloq. Qiziq, har qanday yovuzlik, shafqatsizlik, zulm, urush, terror, adolatsizlik, nohaqlik va marhamatsizlikdan bexabar dunyoga kelgan begunoh go'dakning bir qarashda ko'zga tashlanadigan ayirmachilik va kamsitishlarga duchor bo'lishining sababi nima bo'lishi mumkin? Sarosima. Quyosh olamga iliq tabassum qilgan bir juma oqshomi. Havo ancha iliqlashgan. Ko'rkam bahor qishning sovuq izlarini o'chirishga jazm qilgan. Mehmonlarning qalbida o'zlari zohiran oshkor qilishni istamagan hayajonli kutish bor. Ajab, hammani u yoqdan bu yoqqa yugurtirayotgan bu shirin shoshqaloqlikning sababi nima ekan? Mahallaning baland bo'yli, kelishgan yigiti bilan qo'shni qishloqning suluv qizi o'rtasidagi nikohdan paydo bo'lgan ilk meva bugun dunyo yuzini ko'radi. Onasining ilk polaponi, otasining to'ng'ich farzandi dunyo bilan salomlashishining nishonasini bildirmoqda.
Hamma oiladagi birinchi farzandning o'g'il bo'lishini kutmoqda. Go'dakka qo'yilgan ism allaqachon tanlangan. So'yiladigan qurbonliklar esa shay edi. O'g'il farzand kuch degani, bo'lajak erkak degani. O'g'il farzand g'urur manbai, maqtanish vositasi, naslni davom ettiruvchi qahramon degani. Qiz esa bu jug'rofiyada sharmandalik, nomusga dog' tushirish, dunyoga kelish bilan ota-onasini uyaltirish va ularni boshini egdirish degani. Bir necha ayol ko'zi yorishiga oz qolgan Aminaga yordamlashish uchun kuymalanarkan, erkaklar hovlida qizg'in suhbat qurgancha tez orada keladigan xushxabarni kutishardi. Amina homiladorligini bilgan kundan boshlab o'g'il tug'ish uchun tinmay duo qilardi. Chunki u o'g'il tug'sa, qiz tuqqanlardan ko'ra ko'proq qadrlanishini, kamroq xo'rlanishini, kamroq kaltaklanishini va biroz bo'lsa-da izzat-ikromda kun ko'rishini yaxshi bilardi. Tug'ilajak farzandi o'g'il ekanligiga ishonchi komil bo'lgan Ibrohim mehmonlarga qarab kulib turardi. Mahallaning eng quvnoq bolalaridan biri Farhod Aminaning ko'zi yoriganini eshitgan zahoti erkaklar turgan tarafga yugurib ketdi. Uning og'zidan chiqqan jumla muzdek sovuq edi. "Amaki, suyunchi bering. Amina xolam qizlik bo'ldi." Hamma birdan jim bo'lib qoldi. Kulib turgan yuzlar tundlashdi. Ibrohimning boshi egildi. Sal avvalgi shodon muhitdan asar ham qolmadi. Hech kim churq etmasdi. Hech kim Ibrohimga o'girilib, "Tabriklayman, ota-ona bag'rida katta bo'lsin" demadi. Go'yo butun olam sukunatga cho'mgandek edi. Ibrohimning qoramag'iz yuzi yanada qoraydi. Nigohi xiralashdi. U xuddi shum xabar eshitgandek mung'ayib turardi. Endi bu nimasi? Bu yerdagi odamlarning hammasi shu shum xabar uchun yig'ilganmidi? Ibrohim endi odamlarning ko'ziga qanday qaraydi? U shu kabi o'ylar va uyat tuyg'usi bilan gandiraklab ketdi. Anchadan beri hayajondan bir joyda o'tirolmayotgan o'sha haybatli odam indamay yog'och kursiga cho'kdi. Go'yo u birpasda qarib qolgandek edi. "Qaniydi, yer yorilsa-yu yerga kirsam", deb o'yladi. Bitta o'g'il tug'ishga yaramagan ayolni xotin qilib yurgani uchun o'zini tinmay la'natladi. Mehmonlardan bir nechtasi izn so'rab uy-uyiga tarqaldi. Qolganlar ham ularning ortidan birin-ketin qo'zg'ala boshladi va oxir-oqibat Ibrohimning o'zi yolg'iz qoldi. U go'yo boshiga ulkan kulfat tushgandek g'amgin edi. U uyaldi. Odamlar orasidan boshini baland ko'tarib yurishga hozirlanayotgan bir paytda kelgan shum xabar uning g'ururini sindirgan, hatto yer bilan bitta qilgan edi. Yetti boshli jaholat ajdarhosi hukmron bo'lgan o'sha davrlarda tug'ilgan bolaga ona ism qo'ya olmasdi. Uning bunday huquqi yo'q edi. Agar o'g'il farzand tug'ilsa, uning ismini ota tomonidan yo bobosi yo buvisi qo'yardi. Agar ulardan ruxsat tegsa, bolaning ismini otasi qo'yishi mumkin edi. Kattalar qurgan johiliyat imperiyasidan bexabar, dunyoga ko'z ochgan qizchaga hech kim ism qo'ymadi. Oradan ancha vaqt o'tgan bo'lsa-da, na bobosi, na buvisi va na otasi unga ism qo'yishni xayoliga ham keltirmadi. Aslida bu hammadan ko'ra Aminadan boshqa hech kim o'ylamasdi. U ham yangi kelin bo'lgani uchun ism qo'yish u yoqda tursin, hatto o'rnini ham chiqara olmas, shunchaki jimgina yig'lardi. Ibrohim boshidan kechirgan sharmandalik va uyat tuyg'usi tufayli bolasini bir marta ham qo'liga olmadi, quchoqlamadi, hatto yuziga ham qaramadi. Biroq oradan haftalar o'tib, u qalbidagi otalik tuyg'usiga yengildi. Birinchi marta qizi yotgan xonaga bosh suqdi. U qizi uxlab yotgan belanchakning yoniga keldi. Chaqaloqni pashshalar chaqmasligi uchun belanchakning ustiga yopilgan oq dokani ko'tarib, ilk bor Dilbandining yuziga qaradi. O'ziga o'xshagan qoramag'iz go'dakni ko'rib, xotiniga burildi va "U xuddi mahalladagi telba Ruqiyaga o'xshar ekan. Uning ismi Ruqiya bo'la qolsin", dedi. Shu kungacha churq etmagan Amina birdan jahli chiqib, "Men qizimga bir telbaning ismini qo'ymayman", deb va yig'lab yubordi. Uyalganidan odamlar oldiga chiqolmayotgan Ibrohim nima deyishini bilmay o'rnidan turdi va indamay
xonani tark etdi. Oradan bir necha kun o'tib, farzand bilan qutlash uchun kelgan qo'shni Zelixa chaqaloqning ismini so'radi. Amina ko'z yoshlarini tiyolmay bo'g'iq ovozda javob berdi. Bilmadim, hali hech kim bu haqda gapirmadi. Zelixa xola buning sababini bilardi. Sen g'am yema, qizingning ismini men qo'yaman. Uning ismi Maryam bo'lsin. Tangrining hadyasi sifatida yuborilgan, lekin qiz bo'lgani uchun umuman yuziga qaralmagan, qadrlanmagan chaqaloqning ismi o'sha kundan keyin Maryam bo'lib qoldi. Ibrohim uyat hissi tufayli oylar davomida ko'chaga chiqolmadi. Ba'zan xotini bilan suhbatlashar ekan, ikkinchisini o'g'il tug'ishi kerakligini uqtirardi. Oh, qaniydi, o'g'il bo'lsa, shu egilgan boshimni yerdan ko'tarsam, ko'rganimda yo'limni o'zgartiradigan mahalla boylari oldida mag'rurlanib tursam, unga shahardan turli-tuman kiyimlar olib bersam, deb o'zicha g'o'ldirardi. Maryam tug'ilganidan bir yil o'tib, ikkinchi bolasiga homiladorligini bilgan Aminaning ichida milt etgan umid paydo bo'ldi. Amina o'g'il yoki qiz tug'ish o'z qo'lida emasligini bilgan holda hech narsa deyolmas, faqat ichidan Xudo xohlasa bu safar o'g'il bo'ladi, deb duo qilardi. Amina fikru xayoli yangi tug'iladigan bolada bo'lgani uchun Maryam bilan unchalik ishi bo'lmay qoldi. Uni mehr bilan bag'riga bosmadi, sochlarini silamadi. Ibrohim esa qilgan qizini quchoqlab o'pish u yoqda tursin, hatto yuziga ham qaramadi. Nechta farzanding bor deb so'raganlarga bitta qizim bor deyolmagani uchun uni go'yoki yo'q deb hisobladi. Dunyoga kelgan yangi chaqaloq o'g'il bo'lgach, Ibrohimning egilgan boshi yerdan ko'tarildi. Cho'kib qolgan qaddi tiklashib, yuzida kulgu charaqlay boshladi. Chaqaloqning ismini bir kun ham kutmay, tug'ilgan kechasining o'zida qo'yishdi. Ertasi kuni ertalab qurbonlik qilishdi va uni butun qishloqqa tarqatishdi. Yangi tug'ilgan chaqaloqdan keyin ota-onaning Maryamga e'tibori yanada kamaydi. Muhammad deb ism qo'yilgan go'dak uyning har burchagini va har lahzasini zavq-u shavqqa to'ldirib turardi. Chaqaloqning sal yig'i tovushi chiqsa, Ibrohim darrov "Xotin, nega bolaga e'tiborsizlik qilyapsan?" deb ayolini koyib berardi. Buning aksini isbotlash uchun Amina ham barcha ishini tashlab, oilaning faxri bo'lgan Muhammadning oldiga yugurardi. Oilada sharmandalik timsoli sifatida ko'rilgan Maryam esa onasining e'tiborsizligini his qilgandek injiqlik va xarxashani ko'paytirdi. Ba'zan uning yig'lashi shunchalik uzoq davom etardiki, otasini uni urmaslik uchun zo'rg'a o'zini bosardi. Bir kuni u chiday olmay, "Xotin, bu bola ko'p yig'lagani sayin sen mening arzonimga kam e'tibor beryapsan. Payshanba kuni shaharga borsam, bozordan konfet olib kelaman. Har gal yig'laganda og'ziga konfet solsang, balki o'shanda jim qolar", dedi. U aytganini qildi. Svarakdan olib kelingan konfetlar Maryamning yig'isini qisqa vaqtga to'xtatdi. Borgan sari konfetlar ham Maryamning ovozini o'chirishga yetmaganidan keyin Ibrohim bu vaziyatga boshqa yechim topdi. "Xotin, kel buni onamga beramiz. Bir muddat ularnikida yashasin. Unga onam bilan singlim qaraydi. Shunda sen ham Muhammadga ko'proq vaqt ajratasan." Aminaning bu holatga e'tiroz bildirishiga imkoni yo'q edi. Biroq onalik tuyg'ulari mavj urib, eridan eshitgan so'zlari tufayli qalbida isyon ko'tarildi. Hali bu murg'akkina go'dak bo'lsa, unga o'z onasining hidi kerak. Buvisi yoki ammasi unga qanday qarasin? Unga nima kerakligini qayerdan bilsin? Ehtimol Amina ilk bor Maryamning ham o'zining bir parchasi ekanligini tushungandir. Ayniqsa u Muhammadga homilador bo'lganida qornidagi go'dakni o'ylaganchalik Maryam haqida o'ylamagan. Muhammad tug'ilganidan keyin ham bor kuch-quvvatini unga sarflagan edi. Maryamni yuborish fikri tug'ilganda u ilk bor qizining ko'zlariga diqqat bilan qaradi. Ona jajji qizaloqning ko'zlarida uning beg'uborligi qadar tolesizligini ham ko'rdi. Balki ich-ichida o'zining bolaligi yodiga tushgandir. Agar qo'yib bersa, tog'larni larzaga keltiradigan isyonini ichiga yutdi va faqat o'ziga eshitiladigan tovushda shivirlagancha eriga yuzlandi. "Mayli-kuya, lekin ular qaray olmasalarchi?" deyoldi xolos.
qanaqasiga qaray olmasdim. Onam 7 bolani katta qilgan. Unga kuchi yetmaydimi? Unga eng ko'p onasi kerak bo'lgan paytda bobosining uyiga tashlab ketilgan murg'ak Maryam buvisi nazoratida o'sishni boshladi. Ba'zan Amina chiday olmay qizini ko'rgani qaynonasiga borardi. Ko'krakdan erta chiqqan Maryamga onasi cho'g'da kartoshka pishirib yedirardi. Buvisi esa bunga toqat qilmagani uchun yo o'zi yeydigan ovqatdan yedirar yoki qo'liga quruq non berib qo'yardi. Maryamning bolaligi janubi-sharqiy mintaqaning qush uchmas, karvon o'tmas, chekka, kuneshli qishlog'ida ona taftidan va ota mehridan mahrum bo'lib o'tardi. Ota-onasi bilan birga bo'lishi kerak bo'lgan bu shirin qizaloq o'z-o'zicha ulg'ayar va hayotni mahkam ushlab qolish uchun tinmay kurashardi. Qolaversa, har bir bola ko'rishi kerak bo'lgan sevgi, mehr, ishonch, baxt, shodlik va muruvvat jamlangan muhitda emas, hech bir bola boshdan kechirmasligi kerak bo'lgan ayirmachilik, xo'rlash, qadrsizlanish, yerga urish, befarqlik va mensimaslik jamlangan muhitda. Maryam onasi uni ko'rgani kelgan kunlarda yanada injiq va serxarxasha bo'lib qolardi. Balki bu uning onasi uni bu yerda tashlab ketishini istamasligini bildiradigan go'dakcha usulidir. U nega unga hamma begonadek munosabatda bo'lishining sababini tushunolmasdi. Hatto onasi Maryamni ko'rgani kelganida ham ishqilib bolaga hech narsa bo'lmasin, yo'qsa otasiga nima deb javob beraman, degan hadik bilan Muhammadning orqasidan yugurib yurardi. Muhammad go'yoki uning yagona farzandi edi. Go'yo Maryam hech qachon uning bir bolagi bo'lmagan. 9 oy davomida uni qornida ko'tarib yurib, u bilan bir havodan nafas olmagan edi. Uning begonadan farqi yo'q edi. Odamlar hatto qo'shnining ishonib topshirgan bolasiga ko'z qorachig'idek qarar ekan. Ular ota-ona o'laroq Yaratganning ularga omonat qilib bergan Maryamini taqdirining hukmiga tashlab qo'yishgandi. Har qanday yovuzlik va shafqatsizlik, zulm, urush, terror, adolatsizlik, nohaqlik va marhamatsizlikdan bexabar dunyoga kelgan begunoh go'dakning bir qarashda ko'zga tashlanadigan ayirmachilik va kamsitishlarga duchor bo'lishining sababi nima bo'lishi mumkin? Murg'ak Maryam boshidan kechirgan bu adolatsizliklar va jins ayirmachiligini kelajakda tushunib yetarmikan? Yoki u ham asrlar davomida saqlanib qolgan bu mog'orlangan tushuncha va zanglagan mentalitet girdobida yo'qolib ketarmikin? Endi buni vaqt ko'rsatadi. Ijro etuvchi Farangiz Murodova. Davomi bor.